Mana shu proyekt asosida uyimizni remontdan chiqqan. Bu proyektlarimizdan xudo xohlasa sovg'a sifatida sizlarga beriladi. Qaranglar zo'rligini. Отдельный городок, yopiq territoriya bo'lsin, hamma uylar yangi bo'lsin degan insonlar uchun men sizlarga hozir avtorskiy proyekt asosida remontdan chiqayotgan uyni ko'rsataman. Lekin puliga arziydigan uylardan bittasi. Qaranglar uyimizning fasadini. 2 sotuv maydonga ega. Uyimizning ichidagi yashash maydoni bo'lsa 375 kvadrat. Bu yerda mashina qo'yish uchun joy, ozgina bardak e'tibor bermaysizlar. Bu yerda ikkita katta zelen zona qilingan va besetka qilingan bu yerda o'tirish uchun. Podvalga uyimizning tashqaridan ham kirsa bo'ladi, uyimizning ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Uyimizning ichidagi remontlari lekin sizlarni hayron qoldiradigan darajada juda ham sifatli chiqqan. Hammamiz yoqadigan stil qilingan, eng asosiy juda ham sifatli qilingan. Xo'p, hovlilarni ko'rdik, davaychi uy ichlarini ko'rib ketamiz. Bunaqa proyektni juda ham kam ko'rganmiz, menimcha sizlar ham. Qaranglar, kirishimiz juda ham katta territoriya. Xo'p, ikkita tarafga prixojniy mebel uchun joy ajratilgan. Uyimiz полностью avtorskiy proyekt asosida remont ketayotgan paytda to'xtatilgan. Men hozir proyektlarni ham ko'rsataman. O'ng tarafimizda juda ham katta territoriya. Bu menimcha zal qilib ishlatiladigan joy mo'ljallangan yoki mягкий zona uchun mo'ljallangan. Bu yerda mana televizor qo'yish uchun joy, orqasi полностью toshdan qilingan dekorlari. Uyimizda to'liq to'pli pol qilingan. Kattaligini qaranglar territoriyani. Pollarning ranglari ham zo'r tanlangan. Pollar o'zi eng qimmatlari qo'yilgan. Mana toshlar ham naturalniy toshlar, dekorativniy radiatorlar qo'yilgan bu yerda. Oshxona mana shunaqa razdvijnoy oynali eshigi mo'ljallangan va oshxonani bitta ko'ringlar kattaligini. Bemalol ostrov ham qo'ysanglar bo'ladi, stol qo'ysanglar ham bo'ladi bu yoqqa. Uyimizda полностью chiller sistema. Har bitta etajda mana отдельный boshqariladi. Полностью muzday beradi, issiq beradi, ventilyatsiya bo'lmagan ishlaydi. Xullas, konditsionerlar umuman qo'yilmaydi. Bu yoqqa полностью chiller sistema o'zi ishlaydi, avtomatik. Xo'p, bu yerda bitta spalni birinchi etaj uchun. Spalni ichida o'zini отдельный sanuzel ham bor. Hamma eshiklar skrytli eshik qilingan, qimmatlari qo'yilgan. Mana proyekt. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu proyekt asosida remont ketyapti. Xohlasanglar shu proyekt asosida davom ettirib ketasizlar. Bu sovg'aga beriladi sizlarga. Xohlasanglar o'zingizlarning fokusingizga qarab dalshi remont qilasiz. Bu yerda mana sanuzel общий. Bu orqa hovliga chiqadigan joy. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana yana bitta sanuzel bor. Zo'ra, lekin uyga gap yo'q. Podvalni video oxirida ko'rsataman. Podvalni juda ham katta qilingan. Tanishligi videoni tez jo'natib qo'yinglar. Sizlar bilan biz ikkinchi etajni ham zo'rini ko'rib ketamiz. Xo'p, ikkinchi etajni ko'rib ketamiz. Chiqishimizda katta hol qilingan. Общий xonalar soni 3 ta va 2 ta sanuzel bo'lyapti. Hamma xonaning eshigi mana shunaqa skrytli eshiklar qilingan. Bilasizlar, arzon turmaydi bu eshiklar. Uy egasi o'zi uchun от души remont qilgan. Ko'rinib turibdi. Bu master spalni. Katta master spalni. Bu yerda garderob uchun joy, juda ham katta territoriya garderob uchun berilgan va juda ham katta sanuzel qismi bor, qaranglar. Zo'r. Gap yo'q, lekin remontni zo'r qilishdi. Men bitta adashmasam mana rang tanlashgan, qaysi bo'lsa to'g'ri keladi xonaga. Xo'p, dal yuramiz. Bu yerda mana qarang, razdvijnoy eshik uchun joy ham qoldirilgan ekan. Har bitta etajda sistema bor, chiller sistema. Mana shundan boshqaraverasizlar. Issiq ham beradi, sovuq ham beradi, ventilyatsiya bo'lib ham ishlaydi. Mana ko'rasizlar, mana shu yerda berilgan. Chotki. Xo'p, bu yerda yana bitta spalni. Hamma xonada to'pli pol, aytganimdek, radiatorlar ham bor. Bu xona garderob uchun joy ham tashlab ketilgan. O'rtada bitta katta sanuzel, vanna tayyor turibdi va oxirgi xonamiz. Yana bitta spalni. Bu yerlar garderob uchun joylar tashlangan. Xullas, hamma narsa proyekt bo'yicha ketgan. Pastda ko'rsatdim proyektni sizlarga.
proyekti sovg'aga beriladi. O'sha proyekt bo'yicha davom ettirsanglar ham bo'ladi yoki yo'q, men o'zim dalshi fokusim bo'yicha ketaman desangiz, fokusingiz bo'yicha ham ketsangiz bo'ladi. Ular joylashgan joyi ham zo'r. Uy ham zo'r qurilgan. Ichidagi ishlatilgan mahsulotlar ham zo'rlar ishlatilgan. Hamma informatsiya opisaniyada. Menimcha unaqa ko'p rasxod qolmagan uyda. Uni o'zingizlar bitta kelib, ustalar bilan atsenka qilsangiz, rasxodlar chiqib keladi. Mana podvalni ko'ringlar endi. Tushishimizda bu yerda sanuzul bor. Bu yerda katta territoriya, men bilmadim, proyektini ochib ko'rmadim. Bu yerda nima mo'ljallashgan, balkim kinoteatrdir, balkim mягкий zonadir. Bu ham hammasi tosh, naturalniy toshlar. Xo'p, kotelniy qismini qaranglar. Seriozniy kotelniy qismi juda ham sifatli. Bu yerda bitta xona bor ekan. Menimcha bu spalniya ham bo'lishi mumkin, chunki krevat uchun joy, orqa taraf garderob mo'ljallangan. Endi kimdir misol uchun menga отдельный podvalda spalniya kerak desangiz, пожалуйста, sizga variant yoki olib tashlab, kinoteatr, игровой zona qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Zo'r. Podvalimiz как будто bitta katta uyda. Videoni tanishib jo'natib qo'yinglar. Zo'r uy, sifatli, qimmat mahsulotlardan remontdan chiqqan. Remont bo'layotgan paytda hozir sotishga qaror qilishdi. Bu sotish niyat umuman bo'lmagan. Bunaqa uylar juda ham kamdan kam sotiladi. Asosan bunaqa uylar o'zligi uchun remont qilib yashaladi. O'shanga menimcha zo'r variant deb o'ylayman. Narxlari va opisaniyasi hammasi informatsiya точнее. Informatsiya hammasi opisaniyada bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Hammamizga shunaqa yangi zo'r xonadonlar nasib qilsin.